Assalomu alaykum. Men mana savolni ko'rib, bu davlat bilan jumhuriyatni ayrilib bo'ladimi deb bu Uyg'uristonchilik mushunchalik narsani bilmamlikan deb o'tgandim. Ammo esimga bir dapshaq bilan bir narsa kelib qoldi, degan gapi, uni eli deyman. Demak, bu nuqtalarni bir ichib o'tishimiz kerak deb o'yladim. Ma javobimni bek yaxshi anglanglar, chunki siyosat ilmi to'g'riliq, balki bir 2 oylik darsni shu yerda bir qitimliq ovozda David ve Boz xotira el bilanglar. Keyin ishiltidanlarning foydasi oldu. Bekchiq narsani mishada ochiqlashga tirishiman. Davlat degan bir yoki birdan ortiq xalq, yoki birdan ortiq millat ma'lum territoriya ustida o'ziga xo'ja bo'lib, o'zini o'zi boshqaradigan bir sistemni qurib chiqsa, buni davlat deymiz. Endi davlat deganni xuddi bir maykaga o'xshataman, mayka. Davlat degan bir mayka bo'lsa, deyli. Uning mesela maykaning rangi 3 tal tanlashib oldimizda oq, qora, ko'k. Deyli. Bu nima deganda davlat qurilgan vaqtida davlatning shakli, xarakteri. Ya'ni davlat podshohlikmi yoki jumhuriyatmi? Bu ikkisidan birini tanlaymiz. Arayangdan birini tanlaymiz. Ya cumhuriyet yoki podshohlik yoki bo'lmasa nima? Qabila davlati. Bu uchning birini tanlaymiz. Rangini tanlash bu. Ondan keyin deyli maykaning masalan yaqasini tanlaymiz. Bu yaqasi egiz bo'lsinmi, paqa bo'lsinmi degan tanlash nima deganda bu davlat diniy, ya'ni teokratik davlat bo'lamdi, sekulyar davlat bo'lamdi. Bu yaqasining tanlashi yani. Ondan keyin teokratik yoki sekulyarni tanlab bo'lgandan keyin masalan buning yengi uzun bo'lsinmi, qisqa bo'lsinmi degan yana bir tanlashimiz bor. Bu davlat diktator bo'lamdi yoki bo'lmasa demokratik erkinlik bor bo'lamdi. Buni tanlaymiz. Ko'pincha diniy davlatlar, teokratik davlatlar diktator o'qitadi. Ammo diniy bo'lmay sekulyar bo'libmi diktator davlat bo'la oladi, masalan kommunist davlatlar. Şuna birisi nimisini tanlash olsa, rangini tanlash olsa, yana birisi yengini, yana birisi yaxsini degandek bir davlat qurilgan vaqtida buning 10 ta'siri var. Onunki yana bir tanlashi var. Masalan deyli buning beli manda qo'lamdi, kengroq qo'lamdi, tarroq qo'lamdi degan tanlash olsa, u nima degan vaqtimizda bu davlat unitar davlat bo'lamdi, federal davlat bo'lamdi. Demek bir yani unitar degani bir merkezden boshqaradigan Türkiye'dek, Xitoydek davlatlar. Federal degan hem bir qancha shtatlardan yoki rayonlardan tashkil topgan yerlik o'zini o'zi boshqaradigan ma'lum bir federal davlat va narsa oldu. Shuning uchun masalan bir davlat tasavvur qilinglar. Masalan Xitoyni desak, birinchisi Xitoy cumhuriyet, podshohlik emas. Undan keyin sekulyar, diniy emas. Ondan keyin diktator, demokratik emas. Ondan keyin unitar davlat markazdan boshqaradigan. Shunaqa, endi Angliyaga qaraylik. Angliya podshohlik, jumhuriyat emas. Sekulyar davlat, teokratik emas, ya'ni diniy emas. Ondan keyin nima? Birlashma podshohlik, ammo markazdan boshqariladi, boshqalarini chiqaradi. Angliya o'zini qarasak, federal emas, unitar davlat markazdan. Ondan keyin bir nimasi qoldi Angliyaning. Anki demokratiya, diktatorlik emas. Shunga podshohlik, demokratiya unitar shaklda chiqadi. Malayziyaga qarasak, Malayziya oldidan monarxiya va podshohlik, jumhuriyat emas. Ondan keyin u unitar davlat emas Malayziya. Malayziyaning shtatlari va şuna Malayziya federal devlet. Onun dikin demokratiya mı diktator mu degende demokratiya mana shunday. Shuning uchun bir davlatning işte 4-5 xil tanlashimiz bo'ladi. Federal avval bir davlat quramiz deysiz, anki bu davlatga tanlaysiz. Birinchisi markazdan boshqaramdi, federal shaklda bo'lamdi, federal shaklda. Diniy davlat bo'lamdi, sekulyar davlat bo'lamdi, ikkisidan birisi. Demokratiya olamdı, diktatorluk olamdı, ikisining birisi. Ondan keyin podshohlik olamdı, cumhuriyet olamdı degandik. Bu narsalar ikkisining bir-birisi bilan
qaysining tanlashning ichidagi bir-biriga qarshi narsalarning nimaligini bilmagachga bir vaqtida Dabshaq Vali mandaq dedi. Men sekulyar cumhuriyet desem, Dabshaq Vali mencha olsa federal devlet olsun deydi. Yani men maykının yengini uzun yang olmay qisqa yang olsun desem, o kopab yoq o'ri yoq olsun degandek gapchi bu. Şuna buna müşüncük cevap verey. Bir devletning bir qancha xil xususiyatlari va dunyodagi hamma davlatlar, masalan Turkiyaning deydi, biz sekulyar, sosyal demokratik, unitar cumhuriyet deydi. Asas qonunning 2-moddasida. Shuning uchun bir davlatni, davlat degan abay dedim-ku, beshin nimaligini, ondan keyin uning 4-5 xil tanlashdan, ya'ni 4-5 turlik ayrım her birisining ichida 2-3 dan tanlash bo'lgan 4-5 narsadan her birisidan bir qitimdan tanlaysiz. Masalan, bu oshxonaga kirgan tamoq tanlagan o'xshash cho'ng tamoqni nima xohlaysiz, choydan 3-4 va qaysi choyni tanlaysiz. So'g'oq yeydigan narsadan qanchasi va qaysi marajon va oxirsida 4 xil marajon va qaysini tanlaysiz degandek bir davlatning 4-5 tal narsasi var. Şunun ichida yana bir qancha taldan tanlaysiz. Shu vaqtda davlatning bütün rejimining xarakteri chiqadi.